Azizlar, biz Metalmartning Sharxondagi Meshkolxoz filialidamiz va usta akalarimizga sovg'alarni taqdim qilgani keldik. Bir emas, ikkita. Assalomu alaykum. Sovg'alar muborak bo'lsin, aka. O'zingiz tanishtiring. Men Azimov Bahriddin, Segazaqumdan savashiyman. Aha. Mana shu yerdan temirlar olib turamiz. Yaxshi. Qancha temir olib ega bo'ldingiz bunga? Osonda, to'g'rimi baribir? Mana shu bir yil mana shu desak yozdan, bahorda oxiri shu yozni boshidan boshlab olgan temirlar. Faqat Metalmartdan oldingiz. oldik shu yerda. Va bonusga ega bo'ldingiz. Bonusga ega bo'ldik, xudo xolasa. Go'zal aka. Mana shu smart televizorni qo'lga kiritibsiz, muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Endi azizlar, bir emas ikkita dedik, bonusimiz. Birinchisi televizor, ikkinchisi mana shu qo'limda turgan Galaxy A06. Mobil qurilmani ham qo'lga kiritgan. Aka, tabriklayman. Buni nimadan oldingiz aka? Ustalar yasagan shu gullardan. Temir gullardan. Temir gullardan oldik. Buni shu temirdan oldik. Zo'r aka, tabriklayman. Bu ham muborak bo'lsin. Ko'ryapsizlarmi? Bu qiyin emas. Metalmartdan shunchaki mahsulotni olasizlar. Mana shunday bonuslar qo'lga kiritasizlar. Metalmartga tilaylaringiz. Metalmartga ishlariga rivoj kelayotgan, bundan ham yana ham gullab, yana ham ko'p xalqqa xizmat bo'lishini tilaymiz. Ustakalarimizga kelib mana shu yerdan temirlar olishini so'raymiz. Kelinglar, mana shunaqangi bonuslarga ega bo'linglar. Bor ekan-a, demak, bonus haqiqat. Ha, haqiqat. Ko'pchilik ustakalarimiz ishonmaydi-da. Haqiqatda biz ham hayronmiz shunga. Ustakalar, Svarshay akalar kelaverasizlar.